La ilaha illallohning ma'nosini tushunib anglab yetsang, mushkulalaringning hammasi hal bo'ladi. Qanday qilib? Chunki aytdik, la ilaha illalloh degani Allohdan o'zga iloh yo'q. Alloh xohlagan narsa bo'ldi, xohlamagan narsa bo'lmadi. Buni bu yoqiga ham Alloh xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Demak, seni ustingda bo'ladigan har qanday yaxshi yomon ish Alloh taoloning qo'lida. Senga nima musibat kelsa ustingga, bu qilgan gunohing sababli keladi. Agar sen la ilaha illallohni tushunib, Allohga osiy bo'lishidan qo'rqsang va Allohga osiy bo'lmasang, demak mushkulalaringning hammasi hal bo'ldi. Chunki ustingda qanaqa muammo, qanaqa mushkula, qanaqa bir problema bo'lmasin, bularning hammasini aslida gunoh yotadi. Chunki Alloh taolo aytayapti, astagfirullah, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Nima musibat kelmasin deyapti Alloh taolo. U molingga kelgan musibatmi, sog'lig'ingga kelgan musibatmi, hurmatingga kelgan musibatmi, oilaviymi, iqtisodiymi, ijtimoiymi, qanaqa muammo bor bo'lmasin, deyapti Alloh taolo, bima kasabat aydikum. O'zingizlar qilgan gunoh tufayli keladi deyapti. Shuncha aytyapmiz-da, la ilaha illallohni tushunsang haqiqiy ma'noda, faqat Allohning xohishi bo'lishini bilsang, gunoh qilgani uyalasan, hayo qilasan. Gunoh qilmayapsanmi? Gunohdan o'zingni ehtiyot qilyapsanmi? Demak, muammo qolmaydi ustingda. Haqiqiy hayoli odam kim? Allohdan hayo qilgan odam. Allohdan kim hayo qilayotgan bo'ladi? Gunohlardan o'zini tiyayotgan odam. Kechagi darsimizda aytdik. Yuzingizga qaramaydi, uyatchang, yerga qarab turadi, hayoli, yuzlari qizarib ketadi, sal bir nojo'ya gapni eshitsa bir xijolat bo'lib ketadi-yu. Katta gunohni bir chekada qilib qo'yaveradi. Bu odamlar o'ylayotgan hayo emas, biz aytayotgan hayo. Haqiqiy hayo Allohdan qilingan hayo. Haqiqiy hayoli odam hech kim ko'rmayotgan joyda ham Allohdan hayo qilib, gunohdan o'zini tiyadi. Mana shu hayoni gapiryapmiz biz. Ana, g'arbni qarang, eslik hammasi, odoblik, zo'r, kulishadi, bir chiroyli muomala qilishadi. Ha, ana shu katta shaharlarning bittasida juda bir katta rayonda svet o'chib qoluvdi. Kamera nablideniylar o'chuvdi, ko'ring bo'ladi asl basharasini. Ularda odobliligi, birodar haqqidan qo'rqishi, o'g'illik qilmasligi bari kameradan qo'rqib edi. Mana kamera o'chgandan keyinmi